O'zbek baquvvat bo'lgan eskidan. Olimpiyada 124 yil oldin birinchisi Afinada, Gretsiyada bo'lgan. Ikkita o'zbek mahallani ichi bilan borib qatnashib kelgan. Yur boramiz deb yur. 6 ta sport turidan qatnashyapti biznikilar. Meni ham yozib qo'ying. Shokirov. Nimadan? Bilmayman, farqi yo'q. Munda qadammi? Aka, farqi yo'q. Go! Diyordi oli negir. Bu aka bundan keyin nima ekan? Qo'l tog'larda ko'tarib yurgan qo'li u. Bitta o'zi traktorda surib qo'yaverardi. Oy, o'zida nima gap? Deb haligini chochiverdi. Bunday qilib aylantirib yuribdi. Tosh ko'tarish, meni ham yozib qo'ying. Ko'tarilarni yomon qilamiz biz. 6 ta sport turidan birda olibdi. Ana xo'jayini chaqiribdi, "Mana kim?" debdi. Bilmayman, yaxshimisizlar yigitlar, sizlar? Yaxshimisiz? Qayerdan keldilaring? O'zbekistondan. O'zbekiston, hozir kartani oching. Afina, voy. Qanchada keldilaring? 4 yilda keldik. Oting nima? Olim. Nimada kelding? Piyada keldim. Shuni nomini berib yuboring. Olim piyada.